o'g'limni olib keldim. Suyagi bizniki, go'shti sizniki deb aytdilar. Ilm umr bo'yi sizni boqadi. Xazina bu, bitmas tuganmas xazina. Ajoyib kutubxonamiz bor edi. Kolxozni kutubxonasi edi. Mana buni o'qidingizmi o'g'lim? Mana bunisini o'qishingiz kerak deb qo'limga 4-5 ta kitob berardi. Ustoz haqiqatan otadan ulug' bo'ladi. Ustozni rozi qilish esa biz shogirdlar uchun burchdir. Olingan bilim agar takrorlanmasa havoga uchib ketadi. Talabalik oltin davr deyishadi-da. Shu talabalik davringizda ustoz bilan bog'liq qanaqa qiziqarli xotiralar bo'lgan? Har bir ertakda kam deganda 4 ta 5 ta muammo bor. Shu muammoni yechimi ham bor. Agar bola 100 ta ertakni o'qib doimo eslab yurgan bo'lsa, bilingki kam deganda 300-400 ta muammoni avtomatik tarzda hal qiladi. Mehr, oqibat va muhabbat tushunchalari haqiqiy ixlos bo'lmagan joyda, haqiqiy shinavandalik bo'lmagan joyda, haqiqiy hurmat bo'lmagan joyda hech qachon bo'lmaydi. Avvalgi talabalardan hozirgi talabalarning farqi nimada va ular nimalarni hozir o'zlashtirishda oqsashyapti? Har qanday metod milliy kadrni tayyorlashga qaratilgan bo'ladi. O'zga yurtning metodi o'sha o'zga yurtdagi farzandlarga mo'ljallangan. Alisher Navoiy bilan Jome haykaliga bolalarni olib borganman. Bu faqat ikki buyuk shaxsning do'stligiga emas, ikki buyuk millatning do'stligiga qo'yilgan. Tojik va o'zbek xalqlarining do'stligiga bag'ishlangan haykal bu.